Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Jahon chempionati 2026 saralashi. Eron-O'zbekiston uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida bosh murabbiy Timur Kapadze va futbolchi Abbos Fayzullayevlar ishtirok etishdi. Ertaga bizni qiziqarli o'yin kutib turibdi. Eron qanday kuchga egaligini bilamiz. O'zimizning kuchimizni ham bilamiz. O'ylaymanki, yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Inshaalloh ertangi bahsga hammamiz tayyormiz, dedi Timur Kapadze. Ikkita yaxshi saviyadagi terma jamoalar o'rtasida o'yin bo'ladi. Biz bu yerga g'alaba uchun kelganmiz. Bor kuchimizni berib o'ynaymiz, dedi Abbos Fayzullayev. Bilamizki, ayni paytda 3 nafar o'zbekistonlik futbolchi Eron chempionatida o'ynamoqda. Bu sizga Eron terma jamoasi haqida o'ziga xos ma'lumotlar olishda qanchalik yordam beradi? Eron terma jamoasi va Eron ligasini yaxshi bilamiz. Oxirgi yillarda bir necha bor to'qnash keldik. O'zimiz ham ma'lumotlar to'pladik. Futbolchilardan ham ma'lumotlar oldik. Shomurodov Italiyada o'ynamoqda. Husanov Angliya Premier Ligasiga o'tdi. Abbos Fayzullayev ham kelajakda Yevropaning top chempionatlarida o'ynashni rejalashtirmoqdami? Abbos Fayzullayev: savol uchun rahmat, lekin hozir bu savolga javob berishning vaqti emas. Sababi ertaga bizni juda muhim o'yin kutib turibdi. Siz O'zbekiston terma jamoasida ko'p yillar o'ynagansiz. Qaysi avlod kuchliroq bo'lgan? Hozirgi jamoa jahon chempionatiga chiqish uchun yetarlicha salohiyatga egami? Menimcha solishtirish noto'g'ri. O'sha paytda o'sha avlod kuchli edi. Hozirgi eng kuchli avlod terma jamoada o'ynamoqda. Nasib qilsa maqsadimiz sari yaqinmiz. Masharipov ertaga o'ynay olmaydi. Uning o'rni qanchalik bilinadi? Oston O'runov esa Qirg'iziston bilan o'ynamadi. U Eron bilan maydonga tusha oladimi? Ular terma jamoamizning muhim futbolchilari hisoblanadi. Bu futbolda uchrab turadi. Ostonda jarohat bor, tayyorlanmoqda. O'yinga tayyor bo'lsa tushadi. Qolgan futbolchilar sog' salomat, dedi Timur Kapadze. Matbuot anjumanining ikkinchi qismida bosh murabbiy Amir G'alinoyi va futbolchi Alirizo Jahonbaxsh qatnashdi. Birinchi navbatda O'zbekiston terma jamoasiga Tehronga xush kelibsiz deyman. Shu o'rinda O'zbekiston tibbiy shtabiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki Toshkentga safarimiz chog'ida ular bizga ancha yordam berishdi. O'zbekiston terma jamoasi haqida to'xtalsak, so'nggi 10 yil davomida ayniqsa yoshlar miqyosida o'sishga erishdi. O'zbekistonda yuqori darajali futbolchilar yetishib chiqdi. Eron chempionatida ham bir qator futbolchilari to'p tepmoqda. Futbolchilarimiz ertangi uchrashuvga tayyor. O'zbekiston terma jamoasi 3-4-3 taktikasida harakat qiladi va bizni asosan qarshi hujumda jazolashga urinsa kerak. Ertaga yaxshi natija ko'rsatish uchun maydonga tushamiz. O'zbekiston bilan oldingi uchrashuv statistikasi ham biz yaxshi harakat qilganimizni ko'rsatib turibdi. Umid qilamanki, ertangi uchrashuvga ko'plab muxlislar keladi. Biz kuchli terma jamoaga qarshi o'ynaymiz. Shu sababli chiroyli o'yin bo'lishini kutyapmiz. Jahon chempionati yo'llanmasi hali rasman hal etilgani yo'q. Bizni O'zbekiston bilan o'yindan tashqari yana ikkita o'yin kutib turibdi. Har bir uchrashuvda katta ishtiyoq bilan maydonga tushamiz. Futbolchilar har tomonlama bahsga tayyor. Tarkibimizda jahon darajasidagi o'yinchilar yig'ilgan va bo'shashmaslik muhimligini yaxshi bilishadi. Shu sababli ehtiyotkor harakat qilamiz. Aremi haqida to'xtalsak, futbolchi uchun sog'liq juda muhim. Uning ertangi o'yinda qatnashmasligi bo'yicha qarorni bugun kechqurun qabul qilamiz. Albatta, Eron terma jamoasi FIFA reytingida 16-o'rinda va o'z tarixidagi eng yaxshi natijani ko'rsatib turibdi. Bularning barchasi so'nggi 2 yillik mehnatimiz samarasidir. Qiyinchiliklarga qaramay ijobiy natijalarga erishib kelyapmiz. Masalan, Osiyo Kubogida Yaponiyani mag'lub etdik. Hozirda o'z oldimizga bundan-da yuqori maqsadlarni qo'yganmiz. Jahon chempionati final bosqichida ham yaxshi natijalar uchun intilamiz. O'z o'rnida Eron futbol federatsiyasi biz uchun zarur sharoitlarni yaratib berishga umid qilaman, dedi G'alinoyi. Navro'z bayrami bilan Eron xalqini tabriklamoqchiman. Biz jahon chempionati saralashi boshlanishidan oldin ushbu bosqich qiyin o'tishini bilardik. Shuning uchun maydonda va uning tashqarisida hamjihat bo'lib kelmoqdamiz. Biz mundial Eron xalqi uchun qanchalik muhim ekanligini bilamiz. Bosh murabbiy aytgan barcha fikrlarga qo'shilaman. Eron milliy terma jamoasining har bir natijasi muxlislar uchun muhim. O'zbekiston ham so'nggi vaqtlarda Osiyoning eng oldi terma jamoalaridan biri ekanligini namoyon etmoqda. Ertaga bizga qiyin bo'ladi.
Biroq astoydil tayyorgarlik olib bordik. Navro'z sovg'asi sifatida muxlislarga g'alabani tortiq etmoqchimiz, dedi Jahonbaxsh. Eslatib o'tamiz, Eron hamda O'zbekiston o'rtasidagi uchrashuv 25 mart kuni Ozodiy stadionida soat 21:00 da start oladi.